Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Sizlar bilan har doimgidek men Usta Jasur va akalar Farg'ona viloyat Bog'dod tumanidagi chiroyli obyektimizni chiroyli qilib bitkizib berganmiz. Eslatib o'tamiz akalar, bu ishimizga oq 04 tunikadan qilib bitkizib berganmiz. Faqat tarnov turbalarini mokri qilib bitkizib berdik. Ko'rib turganimizdek ayvon qismi 23 metrga, yana 4 metrli ayvon qismini chekkalarini dela, o'rtalarini patnis qilib chiroyli qilib terib berganmiz. Ko'z joylariga ham e'tibor beramiz. Ko'z joylarini ham choklarini birga-bir qilib chiroyli qilib chiqazib berganmiz akalar. Akalar, endi tunika fond narxlari bilan tanishtirib o'taman sizlarni. Tunika fond narxlari hozirgi kunda 2026-yilda 115 ming so'mdan boshlab 150 ming so'mgacha qalinligiga qarab bitkizib berilyapti akalar. Turbalariga e'tibor beramiz. To'rtburchak turbalari ham juda ham chiroyli chiqqan va kaziroklariga e'tibor beramiz. Kaziroklari akalar 1.20 chiqqan kazirogimizga xuddi shunaqa oppoq qilib, orqalariga 3D karnizimiz qo'yib berganmiz, o'rtalariga bakavinka qilib, tarnovlarini mokri 41lik katta tarnovimizdan qilib bitkizib berganmiz akalar. Orada videolarimizdan uzilish bo'lib qoldi. Uzilish bo'lib qolganiga o'ziga yarasha sabablarimiz bor akalar. Mana shu videomizni yaxshilab like bosib, podpiska bosib, qo'llab-quvvatlab boramiz akalar. Obzorlarimiz sizlarga manfaatli bo'lib turgan bo'lsa, ishlarimiz sizlarga yoqib turgan bo'lsa, sizlarning uchastkalarini ham xuddi shunaqa qilib chiroyli qilib chiqazib berish kerak bo'lsa, pastiga nomerlarimizni qoldirib ketamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Xohlagan turdagi tunikafon xizmatlari bor bizda. Arka tarnov, tarnovni o'zi, tunikafon xizmatlari, profnastic repetitsiya hammasini o'zimiz chiroyli qilib chiqazib berishga harakat qilamiz. Akalar, bizning xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab amal qiladi. O'zbekistonning qaysi joyida bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. Chiroyli qilib, sifatli qilib, ishonchli qilib chiqazib berishga harakat qilamiz. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat. Sog' va salomat bo'linglar.